1,5 sotkaga joylashgan shu loyihamizni obunachilarga bepulga beraveraman. Tayyor hamma narsalar bilan. Bemalol qilsangiz bo'ladi. Hozir qisqacha obzor qilib beraman. Joyimiz 11.50 ga, bunaqasi 10-o'qroqqa joylashgan. Bundan kattaroq bo'lsa, orqada qo'l tashlab ketsak ham bo'ladi. Umumiy tushuntiradigan bo'lsam, buni bu yoq yon tomonimiz ko'cha, bu yog'imiz ko'cha, ikkita tomonimiz qo'shni bo'lib joylashgan bizda. Endi uyga loyihasini ko'rsatib tushuntiradigan bo'lsam, qo'ldan kirganimiz bu yoq kichik darvozaxona, bu yoqda bitta mashina qo'yib qo'ysak bo'ladi. Agar mashina ko'chib turadigan bo'lsa, tapchani qo'yib o'tirsak ham bo'ladi. Hop, bu yoqdan qoldirib ketsak bo'ladi. Asosiy to'g'ri kirganimizda oshxona va 10 tomon kirganimizda bizdan kichikroq koridor kutib oladi. Bu yoqdan kirganimizda mehmonxona, umumiy sanuzel va bu yoq bitta birinchi qavat uchun spalni qilingan. Shunda spalni yonida joylashtirib ketganmiz va bu yoqda bitta yozgi tualet ham joylab ketganmiz. Bundan ikkinchi qavatga chiqib ketamiz. Tegidan kladovka qilib foydalanishga misol uchun bitta xona qilib qo'yganmiz. Bu mijozimiz podol xohlamaganlar, agar xohlasanglar tegidan podol uchun joy qo'ysangiz ham bo'ladi. Podol faqat bizda mana bu oshxona tegini o'zini podol qilib olganmiz, bu yerda nazarda tushiladi. Buni qulayligi hamdan bemalol kirib chiqsak bo'ladi oshxonaga qulay bo'lish uchun. Ikkinchi qavatga bundoq chiqqanimizda bu yoqda yana bitta mehmonxona, bu yoqda bitta umumiy sanuzel, bitta spalni, bu yoqda bitta spalni ichida sanuzel garderob bilan joylashgan. Ehtiyojga qarab turib mana ikkita detskiy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar katta qilib misol uchun bu yoqni ham detskiy qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu loyihamizni bepulga olish uchun albatta Nodir Rafiq kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Iloji bo'lsa Instagramda ham, Telegramda ham, TikTokda ham, YouTube'da ham hamma yoqda obuna bo'lib turib, iloji boricha izohda 1.5, ya'ni 1,5 so'zini qoldiring. Men sizga shu loyihani bepulga tashab beraman. Agar bundan ham qulay loyihalar kerak bo'lsa, individual xizmatimiz bor, bemalol murojaat qilsangiz chiroyli qilib beramiz. Agar shu loyihani sizga yoqdi-yu, lekin joyingiz sal to'g'ri kelmasa, murojaat qilsangiz, shu loyihani ham sizni joyingizga, talabingizdan kelib chiqib, sharoitingizdan kelib chiqib joylab berishimiz mumkin. Loyihamizni qurish uchun ruxsati kerak bo'lsa, ruxsatini qilib beramiz. Salomat bo'ling, ko'rganda ko'rishguncha.